Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Men Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiya universiteti muhandisligi va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasi assistent o'qituvchisi Ahmedov Alisher bo'laman. Bugungi navbatdagi ma'ruzamiz 14-ma'ruza hisoblanadi. Birlamchi, ya'ni birinchi tibbiy yordam ko'rsatish asoslariga bag'ishlangan. Hozirgi kunda mehnat sharoitlarining og'irligi, yetishmasligi yoki favqulodda holatlar yuzaga kelganda insonlar bir-biriga birinchi yordam ko'rsatishni bilmasligi, bilsa ham o'sha hayajon bosish, nima deydi, bajara olmay qolishlik oqibatida juda ko'plab qurbon bo'lish holatlari yuzaga keladi. Ya'ni hayoti nobud bo'lish holatlari keladi. Birinchi yordam ko'rsatish asoslari bu hayot saqlab qolish san'ati hisoblanadi. Birinchi yordam ko'rsatish o'zi nima? Favqulodda holatlarda, mehnat muhofazasida yoki bo'lmasa shunga o'xshash ijtimoiy kundalik hayotimizda fuqarolarni, ya'ni bemorlarni saqlab qolish, hayotni xavf ostiga soladigan asoratlarni oldini olish va ularni bartaraf qilish holatlariga aytiladi. Har bir fuqaro tibbiyot ma'lumot, balkim insonparvarlik va mas'uliyatlardan kelib chiqib, bu birinchi yordam ko'rsatish ishlari amalga oshiriladi. Birinchi yordam ko'rsatish o'zi nima? Ta'rifga o'tib ketamiz. Birinchi yordamga to'satdan fuqaroning betob bo'lishi, kasal bo'lib qolishi yoki yaralangan shaxsga voqea joyida tibbiy muassasaga yetkazilguncha ko'rsatiladigan shoshilinch tibbiy yordam bu birinchi yordam hisoblanadi. Maqsad shifokor kelgunga yoki shifokor ko'rigiga yetgunga qadar insonni tirik qolishi uchun yetarli bo'lishi bo'lgan o'sha harakatlar majmuasidan. Qachon kerak bo'ladi? Har qanday favqulodda holatlarda yarador bo'lishi, to'xtab qolishi, kuyishi, suyak sinishi, elektr tok urishi va boshqa jarohatlangan holatlarda bu o'sha birinchi yordam ko'rsatishga ehtiyoj mavjud bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Nima uchun birinchi yordam muhim hisoblanadi? Hayotni saqlab qolish, ahvolni barqarorlashtirish, davolash ishlarini samaradorligini olib borish bu birinchi yordam uchun eng muhim asoslardan hisoblanadi. Xo'p, birlamchi yordam ko'rsatish asoslari. Baxtsiz hodisa birinchi yordam ko'rsatish, jarohatlanganda, lat yeganda birinchi yordam ko'rsatish, elektr tokida jarohatlanganda kishiga birinchi yordam ko'rsatish bu muhim hisoblanadi. Kuyganda va sovuq urganda birinchi yordam ko'rsatish, zaharlanish holatlari, bundan tashqari tiqilib qolish holatlari va shunga o'xshash hushdan ketish holatlarida ham birinchi yordam ko'rsatishni ishlarini bilishimiz juda zarur bo'ladi. Baxtsiz hodisalarda birinchi yordam ko'rsatish. Bularni olishimiz mumkin. O'sha jarohatlanish qo'ldan, o'sha barmoqlarimizdan, suyaklarimizdan mana jarohatlanishi oqibati o'z vaqtida ko'rsatilgan yordam ko'p jihatdan muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham har bir ishlovchi, ishchi xodim bevosita baxtsiz hodisa sodir bo'lgan joyda birinchi yordam ko'rsatishni bilishi shart bo'ladi. Bundan tashqari ko'p ko'ramiz kundalik hayotimizda avtotransportlarda bo'ladi yoki bo'lmasa uy ro'zg'or ishlarini bajarayotganimizda o'zimiz lat yeb qolishimiz, jarohatlanib qolishimiz mumkin bo'ladi. O'sha tibbiy yordam ko'rsatish ikki xil turda bo'ladi. O'ziga va o'zgaga birinchi yordam ko'rsatish. Biz mana bu kundalik hayotimizda uchrashimiz mumkin, qon ketishi, terilarning lat yeyishi va hokazo holatlarda o'zimizga o'zimiz birinchi yordam ko'rsata olamiz. O'zgaga hayotini saqlab qolishga ko'rsatilgan yordam eng muhimlardan hisoblanadi. Jarohatlanganda, lat yeganda birinchi yordam ko'rsatish, yordam ko'rsatuvchi kishining qo'lini sovun yoki yaxshilab spirt nimasi bilan tozalab olishimiz lozim bo'ladi. Agar buning iloji bo'lmasa, barmoqlarni yod nastoykasi bilan yog'lashimiz lozim bo'ladi. Undan keyin agar jarohat joyi kuchli ifloslangan bo'lsa, uning atrofi mikroblardan tozalanishi vata yoki bo'lmasam doka bilan artib, bu birinchi yordam ko'rsatishlarni amalga oshirishimiz lozim bo'ladi. Suyak singanda biz tanamizni o'sha suyaklardan iboratligini juda yaxshi bilamiz. Bu tayanchimiz hisoblanadi. Shu sababli ham suyak sinishi ikki xil bo'ladi. Ochiq sinishda teri buziladi, ya'ni qon ketadi, jarohatlanish va hokazo bemorda og'ir ahvolga olib keladi. Yopiq sinishda terining butunligi saqlanadi, og'riq va shish, deformatsiya holatlari kuzatiladi. Bunda birinchi yordam ko'rsatish o'sha
qattiq jismlar bilan mahkamlab yotqizib, suyak qismlarini harakatga keltirmaslikka harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Birinchi yordam ko'rsatish aptechkalari. Bular maxsus bog' va toza matolardan iborat bo'lgan har xil hajmdagi materiallardan iborat bo'lishi lozim. Antiseptiklar bo'lishi, harorat o'lchagichlar, albatta qaychi, qo'lqoplar va o'zimizga kerak bo'ladigan dori vositalari bo'lishligi lozim bo'ladi. Xo'p, elektr tokidan shikastlanganda birinchi yordam ko'rsatish. Elektr shikastlanish sabablari avvalo biz nimaga bog'liqligini bilib olaylik. Xodimlarning, ishchilarning o'sha elektr xavfsizlik qoidalariga rioya qilmasligi, jihozlardan nosoz holatda yoki usta nazoratisiz foydalanishi, elektr tarmoqlarida kamchiliklar, qisqa tutashuv bo'lishi, simlarning himoya qobig'ining ochilib qolishi va jihozlarning elektr yuruvchi qismlariga bexosdan tegib ketishi natijasida elektr toki uradi. Elektr toki urganda shikastlangan insonlarni, ya'ni mahalliy, ya'ni umumiy jarohatlanishlar bo'ladi ikki bosqichda. Shikastlangan odamni elektr tok ta'sirida xalos qilishimiz lozim va birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, ya'ni elektr tokidan jarohatlanganda avvalo o'sha tokni o'chirish, uning ta'siridan qutqarish ishlarini amalga oshirishimiz lozim hisoblanadi. Kuyganda va sovuq urgan holatlarda birinchi yordam ko'rsatish bu muhim holatlardan, muhim jarayonlardan hisoblanadi. Kuyishlarni terining yuqori harorat ta'siriga tushib qolishi natijasida yuzaga keladi. Bu holat birinchi darajali kuyish, terilarning qizarish holatlari va shish paydo bo'lish holatlari. Ikkinchida shu suyuqlikka to'la pufakchalarning paydo bo'lishi, uchinchida terilarning o'lishi, qorayib qolishi holatlari yuzaga keladi. Bunaqa holatlarda ikkinchi va uchinchi darajali kuyishlarda terining jarohatlangan joyiga mikroblarni o'ldiruvchi vositalardan sepib material bog'lab qo'yishi lozim bo'ladi. Suyuqlikka to'la pufakchalarni yorish, kiyimlardan ajratish mumkin emas. Bu terimizda shunday qatlamlarni nima qiladi? Ajratib oladi. Hop, zaharlanish holatlari ayniqsa qish mavsumida juda ko'p bo'ladi. Pechlardan noto'g'ri foydalanish, mo'rlarning to'lib qolishi, nazoratsiz qolishi yoki o'sha ko'mir mahsulotlari chiqazadigan, haddan ziyod ko'p chiqazadigan mahsulotlardan foydalanish oqibatida yuzaga keladi. Ayniqsa gaz iste'mol vaqtida. Gazdan zaharlanganda qaynay holatlar yuzaga keladi. Bosh miya tizimida uyquga tortish, bosh aylanishi, boshning og'rig'i, hushini yo'qotish holatlari, ko'zlarning tizimida ko'z oldining qorong'ilashishi, eshitish tizimlarining qobiliyatining pasayishi, teri qismlarining terlashi, kuchayish holatlari, nafas yetishmasligi, yurak qismi plus AB nimalarning ortishi holatlari yuzaga keladi. Xo'p, gazdan zaharlangan bemorlarni qo'l-oyoqlarini ko'targan holatda yotqizish, nafas olishga xalaqit beruvchi tugmalarni ochishimiz lozim. Jabrlangan uxlab qolmasligi uchun nazorat qilib turish lozim. Til orqaga ketib qolmasligini nazorat qilish, noshadil spirt vositalarini hidlatishimiz, hushdan ketgan vaqtda yiqilib jarohatlanmasligi uchun choralar ko'rilishi lozim bo'ladi. Bemorlarning holati yaxshi bo'lsa, issiq choy berib, ularni nima qilishimiz, hayotga o'sha birinchi yordam ko'rsatishga harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Bugungi o'sha qisqacha